Assalomu alaykum. Mani hurmatli obunachilarim. Bugun ikkinchi darsimizda sizlar bilan ilmoqsiz yarim ustuncha to'qishni o'rganamiz. Buning uchun keraklicha zanjir to'qib olinadi. Zanjir to'qishni birinchi darsimizda sizlar bilan o'rgangan edik. Mana to'qib oldik. Endi birinchi halqachaga emas, ikkinchi halqachaga kirib, ish chipimizni ilib olib chiqib, ikkita halqacha hosil bo'ldi. Birinchi halqachadan ikkinchi halqacha chiqariladi. Keyingi halqachaga kiramiz. Ish chipimizni ilib olib chiqib, birinchi halqachadan ikkinchi halqachani chiqaramiz. Keyingi halqachaga kirib, yana ish chipimizni olib, birinchi halqachadan ikkinchi halqachani chiqariladi. Shu tariqa zanjir tugaguncha to'qib boriladi. Bu chok ko'proq kiyimlarni yoqa, yeng, yon qismlarini bir-biriga ulashda hamda o'yinchoqlarni tana qismini bir-biriga ulashda ishlatiladi. Keyingi mana zanjirimiz tugadi. Keyingi qatoriga o'tishdan oldin bitta zanjir to'qib olinadi. Keyin ishimizni chap tarafga o'girib davom ettiramiz. Shunda yon choki chiroyli chiqadi. Mana zanjir ilib olib, ilmoqchani birinchi ipdan halqachadan chiqaramiz. Keyingi ish chipimizni ilib olib, halqachani ichidan chiqaramiz, birinchi halqachani ichidan. Shu tariqa to'qishda davom etiladi. Mana zanjirimiz oxirigacha ham to'qib oldik. Yana keyingi qatoriga o'tish uchun bitta zanjir to'qib olinadi. Shu tariqa to'qiladi. Darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariy orqali tushundim deb yozib ketinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.